Ochig'i bu tabiatni ko'rsatmasam bo'lmadi, chunki bu yer Nurota tog' tizmasi, Oxum mahallasi, ya'ni Jizzax viloyati Forish tumani Oxum mahallasi Asrof qishlog'i. Nurota tog' tizmalariga joylashgan ajoyib uylar, ajoyib dam olish maskanlari mana shu yerda joylashgan. Bemalol do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan kelib, mana shu joyda dam olsalaringiz bo'ladi. Tabiat, atrof prosta bomba. Xullas, barchangizni kelishlaringizni maslahat beramiz. Hozir mana imkonimiz yetguncha tog'ga chiqdik, qirga chiqdik, aniqrog'i. Mana shu ko'rib turgan tog'lar, uni orqasi, balkim uni orqasida yana bitta tog' bo'lishi mumkin. Uni endi lokatsiyadan ko'ramiz. Manzil Forish tumani, ya'ni Jizzax viloyati Forish tumani Oxum mahallasi Asrof qishlog'i. Menga telefon qilsangiz, men albatta mas'ullarni va mana shu joydagi yaxshi insonlarni raqamini beraman. Narxlari ham juda arzon ekan. Bemalol kelib bog'lanishingiz mumkin. Mana toza havo va orqada mana shu tog'ga chiqsalaringiz, orqada Nurota tog' tizmasi oralig'idan Aydarko'l ko'rinib turadi. Mana o'sha Aydarko'lga borib ham bemalol dam olsalaringiz bo'ladi. Bu yerda ham juda yaqin insonlarimiz, yaqin tanishlarimiz bor. Tug'ilgan kunlar, o'tirishlar, yig'ilishlar, ajoyib dam oluvchi zonalar bor. Barchangizga tavsiya beramiz, maslahat beramiz. Imkon bo'lsa kelingizlar, ko'ringizlar. Havo prosta bomba.